Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Salih al-Usaymin rahimahullohning Surah Kahfning tafsirini o'qib va qavluhu ta'ala degan kelgan. Alloh taolaning buni so'zi kelsak deydi. Al-mu'minina allazina ya'maluna solihat. Salih amallarni qilgan mu'minlar degan so'zi iymon bilan salih amalning bilib bo'lishining lozimligini ifodalaydi. Chunki yolg'iz iymonning o'zini kifoya qilmaydi. Balki cho'qim salih amal bo'lishi kerak. Shuning uchun ba'zi salaflarga jannatning ochqichi la ilaha illalloh emasmi deyilganda, ya'ni kimki la ilaha illalloh bilan kelsa, jannat uningga ochiladi deyilganda, u bala, yo'q. Valakin hal yaftahul miftahu bila asnan? Ochqichning tishlari yo'q bo'lsa, ocha olamdi degan. Al mu'minin, mu'minlar bo'lsa, ular iymon keltirish vojib bo'lgan ishlarga iymon etadigan kishilardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iymon etish vojib bo'lgan ishlarni bayon qildi. Ya'ni Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalomdan iymon haqida so'ragan vaqtda Jibril alayhissalomga bayon qilib mundaq dedi. Iymon degan Allohga, Allohning farishtalariga, Allohning kitoblariga va payg'ambarlarga, oxirat kuniga iymon etishing va taqdirning yaxshisiga va yomoniga iymon keltirishingdir. Allazina ya'maluna solihat. Salihatlarni qiladigan kishilar, ya'ni salih amallarni qiladigan kishilar. Va amal qachon salih bo'ladi? Javob: amal faqat ikki narsani o'z ichiga olgandala salih bo'ladi. Birinchi, Alloh taologa ixlos qilish. Ya'ni inson amalida Alloh taolaning roziligi va oxiratdan boshqani maqsad qilmaslik bilan bo'ladi. Ikkinchi, Allohning shariatiga ergashish. Alloh taolaning shariatidan chiqib ketmaslik. Mayli u Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariat bo'lsin yoki uningdan boshqa shariat bo'lsin. Ya'ni payg'ambar alayhissalomdan ilgirki payg'ambarlarning ummatlarining amallarining salih amal bo'lishi uchun birinchidan Alloh roziligini ko'zlashi va shu payg'ambar olib kelgan shariatga, shu yo'lga ergashish kerak. Va minal ma'lumi, ma'lumliq ishlarning jumlasidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilgandan keyin shariatlarning hammasi, ya'ni uningdan ilgirki shariatlarning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shariati, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'li bilan mansub bo'lib ketgan, ya'ni amaldan qoldirilgan. Ixlosning qarshisi bo'lsa shirkdir. Ergashish, ya'ni sunnatga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shariatiga, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashish dinda bid'at paydo qilishning aksi. Undaq bo'lgankan, bid'at mayli bid'atchining qalbida qanchalik chiroyli ko'rinib ketsin, qanchalik yaxshi ko'rib ketsin, u bid'atda qanchalik xushu yoki qalb yumshoqligi, ya'ni qalbni yumshatishga sabab bo'ladigan bid'at bo'lsin, u qabul qilmaydi. Chunki u bid'at shariatga muvofiq bo'lmaganlik uchun. Mush sababdan biz mundaq deymiz. Har qanday bir bid'atchi uni qanchalik go'zal, yaxshi sanab ketishdan qat'iy nazar qabul qilinmaydi. Balki u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgandek azg'unlikdir. Shuning uchun kimki shariatga muvofiq bir amal qilsa, zohiriy jihatdan, ko'rinish jihatdan, lekin riyo bilan qilgan bo'lsa, qalbida riyo bo'lgan bo'lsa, ixlos topilmaganlik uchun bu amal qabul qilinmaydi. Va yana shundaqla kimki bir amalni Alloh roziligi uchun qilgan bo'lsa, lekin shariatga muvofiq bo'lmagan holatda qilgan bo'lsa, qabul qilinmaydi. Undaqda cho'qim ikki ish kerak. Birinchi, Alloh uchun ixlos qilish. Ikkinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashish. Undaq bo'lmaganda, ya'ni amalda Allohga ixlos qilish va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashish bo'lmaydi ekan, bu amal solih amal hisoblanmaydi. Uningdan keyin Alloh taolo mu'minlar xush bishorat berilgan narsalarni bayon qilib mundaq dedi. Anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ularga güzel ajr, yaxshi ajr mukofot berildi. Ular u yerda mangu turdi. Ajran, ajr, ya'ni savob. Va sammallohu azza va jalla savabal a'mali ajran li'annaha fi muqabalati al-amal. Alloh taolo amallarning savobini ajr, ya'ni ish haqqi deb atadi. Chunki bu ajr mukofot amalning barobarida, amal sababli bo'ladi. Mana bu Alloh taolaning adolati qatordanki, Alloh taolo itoat qilgan kishilarni mukofotlaydigan savobni ajr deb atadi. Hatto inson mutmain bo'lish uchun, ko'ngli xotirjam bo'lish uchun bu savobning
kapalati borligiga ko'ngli mutmain bo'lish uchun. Chunki ajr, ya'ni ishchi, xizmatchi ishini qilsa, ish haqqiga loyiq bo'lganligi ma'lumliq. Allah Taalaning hasanan degan so'zi kelsak, boshqa oyatda bu sifatdan yuqoriroq bo'lgan sifat, ya'ni bu sifatdanmi yuqoriroq bo'lgan mukofot yaxshi ish qilganlarga va'da qilinib shundoq kelgan. U bo'lsin Alloh Taolaning bunu so'zdir. Lillazina ahsanul husna va ziyada. Yaxshi ishlarni qilgan muhsin kishilarga husna, ya'ni jannat va ziyodlik bor. Ba'zi tafsirlarda ziyoda degani Alloh Taolaning yuzini, jamolini ko'rish deb tafsir qilingan. Yana bir oyatda hal jazaul ihsani illal ihsan, ya'ni yaxshilikning mukofoti degan yaxshilik deb kelgan. Fa hal na'khudhu bima yaqtadi at-tasawiya aw bima yaqtadi al-akmal? Ibn Usaymin shuna deydi. Barobarlikni taqozo qiladigan ma'noni olamizmi? Ya'ni amal bilan u amalning savobi barobar bo'ladigan bu ma'noni olamizmi yoki eng mukammallikni talab qiladigan, taqozo qiladigan ma'noni olamizmi? Javob: eng mukammallikni taqozo qiladigan ma'noni olamiz. Fanaqulu hasana. Biz hasana degan vaqtimizda u bir narsaning shay'ining eng go'zal, eng yaxshi bo'lg'ini bo'lib, buningda shak yo'q. Chunki jannatning savobiga har qanday savob tenglashamaydi. Va Alloh taolaning makisina fihi abada degan so'zi kelsak, ular u yerda mangu qoladi, mangu turadi. Ila ma la nihaya, nihoyasi yo'q bo'lgan bir muddatkichilik. Kesel bo'lmaydi, o'lmaydi, qo'sqashmaydi, usumaydi, isib qolmaydi, to'nglab qolmaydi. Hamma ishlar, hamma narsalar butun tarafdan mukammal bo'ladi. Ya'ni Ibn Usaymin rahimahulloh shunday deydi, bilingki, ahl sunna va jamoa aqidasidan jannat hozir mavjud va jannat mangulik, ya'ni mangu qoladi. Do'zax hozir mavjud va do'zaxmi mangu qoladi. Bu Qur'onda kelgan. Ya'ni bu to'g'risidagi bu mazmundagi oyatlar Qur'onda kelgan. Nam amallari, hisob daftari o'ng tarafdan berilgan kishilarga nisbatan mangu qilish haqidagi oyatlar ko'p. Ammo nam amallari, hisob kitob daftari so'l tarafdan berilgan kishilarga nisbatan mangu qilish haqidagi mazmunlar faqat 3 oyatda zikr qilingan. Birinchisi Sura Nisoda zikr qilingan. Alloh taolo shundoq degan: Kafir bo'lganlar va zulm qilganlar Alloh taolo ularni mag'firat qilmaydi, ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi, faqatla do'zaxning yo'liga boshlaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi va bu Alloh taologa osondir. Ikkinchi Ahzab surasi shundoq kelgan. Alloh taolo shundoq degan: Haqiqatan Alloh taolo kofirlarga la'nat qildi va ularga do'zaxni tayyorladi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ular bir vali, ular ega bo'ladigan vali yoki yordamchi topolmaydi. Üçüncü o'rin Sura Jindagi Alloh taolaning bunu so'zida kelgan. Kimki Alloh taologa va Allohning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, uning uchun do'zax o'ti bor. Ya'ni bunday kishilarga do'zaxning o'ti tayyorlangan, ular u do'zaxda mangu qoladi. Ibn Usaymin rahimahulloh shunday deydi: Alloh azza va jallaning kitobidan 3 oyat mangu qilish haqida ochiq kelgan bo'lsa, undaqda bu yerda ixtilof bo'lishi durust emas. Ya'ni do'zaxda bir mazgil tug'andan keyin do'zaxdan chiqadi, kafir bo'lsa-mu, do'zax mangulik emas deydigan mundaq ko'z qarashga raddiya beryotidi. Kama qila, xuddi mundaq deyilgandek, "Valaysa kullu xilafin jaa mu'tabaran." Ixtilofning hammasi e'tibor qilinadigan bo'lmaydi. Illa xilafan lahu hazzun minan nazari. Nazardan nisbisi bo'lgan ixtilof. Ya'ni bundaq ixtilof e'tiborga elinadi. Nazardan degani istidlol, ya'ni dalil keltirish va ijtihod qilishdan keyin, ya'ni to'g'ri yo'l bilan ijtihod qilishdan keyingi ixtilof e'tiborga elindi. Va ma zukira minal xilafi fi abadiyatin nari la hazza lahu. Do'zaxning abadiy ekanligi, ya'ni mangulik ekanligi haqida kelgan ixtiloflarning nisbisi yo'q. Ya'ni nazardan, ijtihod qilishdan, istidloldan, to'g'ri istidlol qilishdan, to'g'ri ijtihod qilishdan nisbisi yo'q. Kayfa yaqulul xoliqul alim? Qandaqsiga yaratquchi xoliq, nihoyatda bilimlik, alim bo'lgan zot, ular u yerda mangu qoladi deb, anda yana la abadiyya, mangu qilish yo'q desin. Haza g'arib bu yat, ya'ni ajoyib, aqlga muvofiq kelmaydigan ishlarning eng g'alitisi. Fantabihu lil qa'idati fi mazhabi ahli sunnati wal jamoa. Shuning uchun ahli sunna val jamoa ahlining mazhabidagi bir qoidaga diqqat qilinglar. U bo'lsa-mu, jannat va do'zax maxluqatan, ya'ni Alloh taolo yaratgan, hozir yaratilib bo'lgan, hozir mavjud.
hozir mavjud bo'lib turayotgan maxluq, Allohning maxluqoti. Chunki Alloh taolo jannat haqida uiddat, ya'ni tayyorlanib bo'ldi dedi. Do'zax haqidami uiddat, tayyorlanib bo'ldi dedi. Ikkinchisi bo'lsa-mu jannat va do'zax mangulik, ya'ni mangu qoladi, yo'qolib ketmaydi. La huma va la man fihima kama sami'tum. Yuqorqi oyatlardan anglag'aninglardek, do'zax, jannat ikkisi yo'qolmaydi. Hem do'zax va jannatdagi insonlarmi yo'qolmaydi. Do'zaxdagilar do'zaxda mangu qoladi, ya'ni kofirlar mangu qoladi, jannatga kirgan jannat mangu qoladi. Ammo gunohlar tufaylidan do'zaxga kirib ketgan mu'minlar bo'lsa, ular gunohi tugucha do'zaxda tug'andan keyin iymoni sababdan Allohning rahmati bilan, fazl marhamati bilan do'zaxdan chiqadi, jannatga kirdi va jannatda mangu qoladi. Allah Taala hammamizni o'rganganlarimizga amal qiladigan, haqni yetkazadigan, haqni yetkazishda malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan, dinning fidokor azmatlaridan, avangardlaridan qilib amin. Do'zaxdan saqlasin va Firdavs jannatlarini rizq qilib bersin. Bugun dars mushattugida subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.